Narxini necha pulda? 250 ming so'm kam bor. Biz obunachilarga sal arzonroq qilib berasizmi, aloqa chiqsa? O'rdakni go'shtlarini ham, tuxumlarini ham bemalol qilib berasiz obunachilarimiz uchun aloqaga chiqishsa olsa. Juda bir ko'p g'ozlar chiqibdi. Mana zotlar favorit o'rdaklarimiz va asrorli xo'rozlar chiqibdi. Siz ko'proq olishsa arzonroq qilib berasiz, xohlasa. Obunachilar mana bozorimizga o'zi broyler jo'jalari chiqishni boshlabdi. Assalomu alaykum Xo'jobod chorva va parranda obunachilarimiz, akalar-ukalar. Bugun biz 2026-yil 27-fevral hafta kuniga juma Xo'jobod parranda bozoriga keldik. Sizlar uchun parranda narx-navolarni aytib o'tamiz. Agarda videolarimiz yoqsa, like va podpis bosishni unutmang. Obunachilar, mana bu yerga indushkalarimiz chiqibdi. Mana bugun quyosh chiqyapti. Akamiz indushka va o'rdak tovuqlarni olib chiqibdi. Mana yaponlar bor ekan. Aka, indushkalar necha puldan ekan? Indushkalar 300 dan 280 dan qilib beramiz. 300 ming so'mdan ekan, 280 ming so'mdan qilib berar ekan. Bizni kanalimizdan chiqsa arzon narxda qilib berasizmi aka? Bo'ldi aka. O'rdaklarimiz necha puldan indushkalar? O'rdalar 200 dan kami bor. Xo'rozlar 200 ming so'mdan, ha? Xo'rozlarcha hashak xo'roz tovuq. 150 dan kami bor. 150 ming so'm ekan. Tamam bor. Bo'ldi aka. Biz kanaldan sizga aloqaga chiqishsa, yo'lida qilib berasizmi aka? Beramiz. Bo'ldi aka. Qiziqqanlar uchun nomer qoldira olasizmi aka? Qoldiramizda. Bunaqa induq, xo'roz, o'rdaklar kerak bo'lsa, Hammasidan bor. Uyda ham bor. nomerlaringizni aytib o'tasiz aka? 91lik 91lik 494 494 86 86. 86 86. Shu akamizga aloqa chiqarasizlar. Kimgadir zarur bo'lsa, indushka, tovuq, o'rdaklarda kerak bo'lsa. Obunachilar, mana bu yerga juda bir ko'p g'ozlar chiqibdi. Mana zotlar favorit o'rdaklarimiz va asrorli xo'rozlar chiqibdi. Aka, g'ozlar narxi necha puldan ekan? 350 ming so'mdan narx aytilyapti. Asroloflarchi? Moviy ko'z g'ozlarimiz. Ko'zlari moviy ekan. Uni zoti bor shekilli-da. Asrolof xo'rozlar necha pul aka? 250 ming so'mdan. Favoritlarchi? 160 ming so'mdan kami bor. Obunachilar, aloqaga chiqarasizlar. Pastda nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Nomerlarni ayta olasizmi qiziqqanlarga aka? 97lik 161 98 92. Shu akamizga aloqaga chiqsanglar, g'oz va shunday xo'roz o'rdaklarni sizlar uchun qilib beradi. Obunachilar, mana Dehqon akamizdan mana tovuqlar chiqibdi. Aka, tovuq, qora tovuqlar necha puldan ekan bu? Aka, gigant tovuqlar ekan-a bular. Hammasini 1 million deyapti. 1 million so'm kami bor ekan. Soni 5 ta ekan-a? Bitta xo'roz 4 ta makiyon. Bitta xo'roz 4 ta makiyon. Necha puldan savdosi bo'ldi aka makiyonlarini? 170 dan deyman. 170 ming so'mdan deyman. Xo'rozni Xo'roz 120 ming so'm deyapsiz, kami bor-a? Ha, bu. Obunachilar, mana g'oz, g'aqildoq o'rdaklarimiz va indushka tovuqlar chiqibdi. G'oz narxlarini so'raymiz. Aka, g'ozlar necha puldan ekan? G'ozlar jupini 600 ming deyapti. Jupi 600 ming so'm ekan. Obunachilar, g'aqildoq o'rdaklarimiz-chi? 60 ming. 60 ming so'mdan ekan. Indiski o'rdaklar ham bor ekan, indiski xo'roz makiyonlar. Makiyonlari 130 ming. 130 ming so'mdan kami bor ekan. 250. Sizda pastani mana parrandalar bo'ladimi aka? Qiziqqanlar nomer qoldira olasizmi? Nomeringizni aytsangiz. 97lik 332 88 90. Shu akamizga aloqaga chiqsanglar, zarur bo'lsa bunaqa indushka va tovuq g'ozlarni sizlarga yetkazib beradi. Obunachilar, mana indiski o'rdak, oqbosh indiskilarimiz chiqibdi. Bu yerda xo'rozlar ko'p ekan. Makiyon yo'q ekan bu yerda. Makiyonlar bor. Xo'rozlar necha puldan hoji aka buni? Xo'rozlar 250 ming so'mdan, makiyonlarimiz 150 ming so'mdan kami bor. 250 ming so'mdan xo'rozlari, makiyonlar 150 ming so'mdan kam bor. Mana bu yerda indushka va tovuqlar bor ekan. Hoji aka, qiziqqanlarga nomer qoldira olasizmi yo pastani o'zi kesimashida bo'lasizmi? Biz o'zimiz pastani bozordamiz. Bo'ldi, mana shu Bizni hamma taniydi. Ahmad aka desa hamma taniydi. Ahmad aka. Ahmad aka desa akamizni taniydi ekan. Obunachilar, mana bir zotdor qora shahzoda tovuqlarimiz chiqdi. Xo'roz makkilar ekan. Aka, to'yaptimi tovuqlarimiz? Ikkitasi tuxumga kirishdi boshladi. Narxlar necha puldan ekan? 300 ming so'mdan kami bor ekan. Mana bu yerda indushkalar ham siznikimi aka, o'rdalar? Indushka, g'oz, o'rdak kerak bo'lsa akamizga aloqa chiqarasizlar. Qiziqqanlarga nomer qoldira olasizmi aka? Nomerlarni ayting. 77lik 277 1199 aka.
Xo'jaobod chorva kanalidan chiqishsa, ko'proq olishsa, arzonroq qilib berasiz, xudo xolasa. Obunachilarimiz uchun bo'ldi aka. Akajon rahmat, katta bozoringiz bersin. Dastavkalar ham bor, ko'proq olganga dastavkalar ham bor. Xuddi shunday chiroyli zotdor tovuqlar, induylar, o'rdaklar kerak bo'lsa akamizga aloqa chiqarasizlar. Obunachilar mana bozorimizga o'zi broyler jo'jalari chiqishni boshlabdi. Mana broyler jo'jalarimiz chiqishni boshlabdi. Aka, broylerlar necha puldan ekan? 110 ming so'mdan deyapti ekan. Necha kilo? Mana shu 3 kilo, 3,5 kilo. Ha. Privazni? 3 kilo 600, 3 kilo 700 ekan. Qiziqqanlarga nomer ayta olasizmi aka? 77lik 963 1697. Agarda ko'proq oladigan bo'lsa, dastavka xizmatlari bor, Xo'jaobod ichiga. Akamizga shunday tovuqlari bor ekan, aloqaga chiqarasizlar, kerak bo'lsa, zarillarga olib baqaman deganlarga mana yangi chiqqan tovuqlarimiz o'sha burlarlar chiqishni boshlabdi. Obunachilar mana bu yerda hozir bu yerdan videoga olamiz. Mana g'ozlar chiqibdi. Aka, g'ozlar necha puldan ekan? 150 ming so'mdan kami bor? 150 ming so'mdan, chu kichikroq ekan. Indiski xo'roz necha pul? Indiski xo'roz 250 ming so'm kami bor ekan. Qora tovuqlar 200 mingdan kami bor. Bu mana mana quyonpar tovuq chiqibdi. Ashi necha pul quyonpar? 250 ming so'm kami bor. Bo'ldi. Obunachilar, shunaqa g'oz, o'rdak, tovuq, parranda kerak bo'lsa, shu o'zimizning jamoa a'zosi bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Obunachilar mana bu yerda qora xo'rozlar bor ekan. Qora xo'rozlar necha puldan ekan? Javdar xo'roz 200 mingdan kam bor. 200 ming so'mdan kami bor. Aka, pastani bo'lamizda shunaqa xo'rozlar? Pastani bo'ladimi? Pastani bo'ladi. Manzil Bulovoshda qiziqqanlarning nomer qoldira olasizmi? Antikvar narsalar ham bor. Antikvar narsalar bor, aloqaga chiqishaveradi, zakaz ham berishaveradi. Bo'ldi. Qiziqqanlar telefon nomer qoldirsangiz, qo'yib qo'yamiz, pastda nomerlar qilib. Ana nomer eski nomer. Eski nomer, ha, bo'ldi. Akamiz nomeri bor, o'zimiz chiroyli qilib qo'yib qo'yamiz. Qiziqqanlar akamizga aloqaga chiqarasizlar. Har xil turdagi xo'roz, qora tovuq, o'rdak, induk kerak bo'lsa, mana bunday dekorativniy tovuqlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mana bu yerda dakan cho'cha chiqibdi. Aka, bu qaysi oy ekan bu? O'sha videoga olib. Qani? Uni obunachilar uzum oling. Obunachilar mana Gano gibrid chiqibdi. Necha pul ekan aka bu? 3 oylik, 4 oylik cho'ja bu. 3 oylik, 4 oylik cho'ja ekan. Narxi necha puldan? 250 ming so'm kam bor. Biz obunachilarga sal arzonroq qilib berasizmi aloqa chiqsa? Telefon nomerlarini ayta olasizmi qiziqqanlarga? 93lik 717 34 83. Shunaqa xo'rozlar, anaqa tuxumlari bo'lsa ham aloqa chiqishaveradi. Bo'ldi aka, aloqaga chiqarasizlar shu akamizga. Pastdan shunaqa ekan xo'roz zotlari bo'ladi. Qavzan eshitdingizmi? Obunachilar, bu yerga Anjan cho'rning xo'rozlarimiz chiqibdi. Cho'ja xo'rozlar so'ygani, makiyonlarga qo'shgani ham juda bir chiroyli xo'rozlar ekan. Aka, xo'rozlar necha puldan ekan? Xo'rozlarni vaksinalari narxlari 100 ming so'mdan kami bor. Aka, buni makiyonlari ham bormi? Topsa bo'ladimi makiyonlarni? Ha, makiyonlari tuxumlarini sotasiz makiyonlarini. Hali ko'pchilik ochiraman desa ham tuxumlarini qilib beraverasiz, mana shu tuxumini. Makiyonlardan ham kelishib qolsa, Anjan cho'rniydi, makiyonlarni ham qilib beraman deyapti. Qiziqqanlar nomer qoldira olasizmi aka? Ha, aytasiz. 97lik 833 63 64. Shu akamizga aloqaga chiqsanglar, bunaqa Anjan cho'rning xo'rozlari, buni tuxumlari, buni tuxumga kirgan makiyonlarini chiroyli narxlarda qilib beramiz deyishdi. Aka, kanalimizdan chiqsa ko'proq olsa chiroyli narxlarda qilib berasiz obunachilarimiz uchun. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Obunachilar, mana bu yerda o'rdaklarimiz chiqibdi, indiski oqboshlarimiz. Obunachilar, mana shu o'rdaklarda tuxumlari, go'shtlari, bu akamizda quyonlar ham bor. Quyonni go'shtlarini ham chiroyli holatda qilib, so'yib, halol holatda qilib beradi. O'rdakning go'shtlarini ham, tuxumlarini ham bemalol qilib berasiz obunachilarimiz uchun aloqaga chiqishaversa. Qiziqqanlarga nomer qoldirasiz? Qiziqqanlarga nomer.
Ha bo'ldi. Va akamiz nomeri o'zimizda bor. Chiroyli qilib pastlarga qo'yib qo'yamiz nomerini. Aloqaga chiqarasizlar. O'rdak go'shti, o'rdak tuxumi, quyon go'shti, zotga quyon kerak bo'lsa, o'rdaklarimiz kerak bo'lsa, akamizga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Obunachilar, mana bu yerda o'rdak, tovuq, indiski o'rdaklarimiz bor ekan. Bu ham o'zimizni tanish akamiz ekan. Assalomu alaykum. Avazbek aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Hoji aka, indiski o'rdaklardan ham chiqsiz-a? Indiski o'rdak, makiyonlari, xo'rozlari. Hoji aka, buni go'shtlardan hali zakaz bo'lsa, aloqaga chiqisharsizmi tuxumiga, makiyon, o'rdak, xo'roz, zotiga. Menda xo'rozlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarsizlar. Qiziqqanlar nomer aytib o'tasizmi unda? 88 lik 157 0767 shu nomerlarimizga aloqaga bemalol chiqaraverasiz. Shu nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Mana shunday zotdor xo'roz, zotdor tovuq, indiski makiyon, indiski xo'rozlari kerak bo'lsa, mana shu raqamlarga aloqaga chiqsanglar, obunachilarimiz uchun chiroyli narxlarda qilib beradi. Assalomu alaykum, hoji aka, yaxshimisiz? Bu chiroyli yaponlar nech pul ekan soch yaponlar? 250 dan deyapmiz juftini. 250 ming so'mdan kami bor ekan, ikkita xo'roz, ikkita makiyon. Pastani bo'ladimi mana shunaqa yaponlar sizda? Ha, siz dehqonchilik, ha, bo'ldi. 250 ming so'mdan kami bor ekan, makiyonlarimizni 120 ming so'mdan bermabdi, xo'rozlarini 40 ming so'mdan bermabdi. Jupini bunday aytganda 150 mingdan bermabdi. Obunachilarimiz uchun mana shunday chiroyli zotdor Vyetnam yaponlari chiqibdi. Mana bu yerda har xil turdagi o'rdak, broiler, qora tovuq, mana bu chipor tovuqlarimiz ham bor ekan. Aka, bu tovuqlarimiz nech puldan ekan? Mana chipor tovuq. 200 dan sotiladi, qoralar 150 dan sotiladi. Chiporlar 200 ming so'mdan, qoralari 150 ming so'mdan kami bor ekan. Hoji aka, mana chiroyligi nech pul bu Vyetnamlar qoralari? Bularni 4 makki 1 xo'roz 1 million so'm ekan, kami bor ekan. Shu makiyonlari tuxum tug'ishni boshlabdi oldi. Aka, pastda yana shunaqa dekorativ tovuqlar bo'ladimi sizda? Qiziqqanlarga nomer qoldira olasizmi? 93 lik 417 1745 zakaz qilib bemalol akamizga chiqaverasizlar. Bunaqa chiroyli manaqa Vyetnam, Sibray, Shabo zotli yaponlarimizni akamiz sotadi, olib kelib. Akamiz o'zi Sharxondan, shahardan. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosing. Sizlar uchun harakatdamiz. Obunachilar, Xo'jaobod parranda bozoriga kelib video obzorlarimiz tugadi. Xudo xolisa videolarimiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosing, obuna bo'lishni unutmang. Sizlar uchun har doim harakatdamiz. Parranda bozor, chorva va mol va qo'y narxlarini kanalimizga joylab boramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like va podpiska bosishni unutmang.